Aytgan. Mana sizlarga crash test. Barchaga assalomu alaykum. Kanalimizda ko'pchilik kutgan video batallarni sog'inganlar uchun iPhone 17 Pro Max va Samsung Galaxy S25 Ultra ikkalasini solishtiramiz. Narx jihatdan, dizayn jihatdan hammasini siz yoqtirgan formatda, ya'ni mening basharam bilan emas, balki smartfonlarning o'zini ko'rsatib sizlarga bo'lishaman. Kim g'olib chiqadi? Kuzatib boring va bilib olasiz. Xullas, tezlik jihatdan ikkalasi ham bir-biridan qolishmaydi. Bu 19 Pro chipida, bu Snapdragon 8 Elite. So'nggi Snapdragon emas, chunki Samsungning yoshi 9 oy bo'lib qolgan. Bu yangi Apple smartfon. Bilaman, 2026-yilda eng so'nggi Samsung bilan solishtirganim yaxshi. Hozir orasida farq ancha katta, lekin baribir hozir eng so'nggi flagmanlar aynan shular. Ekraniga keladigan bo'lsak, ekran ikkalasida ham LTPO, juda ham sifatli. Yorug'lik jihatdan salgina iPhone yorug'roq ko'rinyapti, lekin deyarli farq yo'q desam ham bo'ladi. Turli xil burchaklar ostida ham ikkala smartfon o'zini juda yaxshi ko'rsatyapti. Mana sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin iPhonening rangi sarg'ishroq, Samsungning rangi sal ko'kishroq. Mana chetdan qaraganda yaxshiroq bilinadi. Samsung salgina ko'kimtir. Bu night shift yongani uchun emas, mana o'chirilgan, True Tone yoqilgan. True Tone mana o'chirdim. Baribir salgina sarg'ish va ko'kimtir ranglar. Lekin ikkalasida ham eng qizig'i Samsungning displeyi, ya'ni iPhone'da ham displey Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu kulgili. Ramkalarga keladigan bo'lsak, ikkalasida ham juda ham ingichka ramkalar, ikkalasida ham simmetrik, ya'ni har tomonida bir xil qalinlikdagi ramkalar. iPhone'da doimo shunday bo'lgan. Samsung endi bir necha yildan beri shu yechimga kelgan va nihoyat menga aynan simmetrik dizayn yoqadi. To'g'risi Samsung ancha chiroyli ko'rinadi, ham old tomonidan, ham orqa tomonidan. Ikkala ekran ham 6.9 dyuym, ikkalasining xarakteristikalari mana bu yerda chiqadi. Xullas zo'r ekranlar. Menimcha bu yerda aniq g'olibni aytish qiyin. Navbat kameralarga iPhone'da uchalasi ham 48 megapikselli yangi sensorlar, old tomonida 18 megapikselli selfie kamera. Endi Samsungga keladigan bo'lsak, 200 megapiksel, 50 megapiksel, 10 megapiksel va 50 megapiksel. Barcha turdagi kameralar bor, ya'ni kameralar soni jihatdan Samsung ko'proq va bu yerda ikkita optikal zoomli kameralar o'rnatilgan. Selfie kameraga kelsak, bu yerda 12 megapikselli selfie kamera. Hozircha bu to'rt burchak, ya'ni kvadrat sensorga ega emas, chunki bu eskirgan smartfon desam ham bo'ladi. Barchasini o'z ko'zimiz bilan tekshiramiz. Demak, foto va video test. Tak, 05x 30 fps. Kechki paytda 1x 2x endi bunda 3x, Samsungda, iPhone'da 4x. Samsungda 5x, iPhone'da 8x. Yo'l chiziqlari chizilmoqdami? Xo'p, endi iPhone, Samsungda 10x. Samsungda 10x, lekin iPhone'da yaxshiroq o'qilyapti. Qaranglar, menimcha deyarli bir xil. 20x Samsungda, 24x bo'ldi iPhone'da. Samsungda esa 20x. Xo'p, iPhone'da ancha kengroq kadr va yorug'roq. Frontal kameraga video olyapman. Full HD 30 fps. iPhone kamerasi sal kengroq, Samsungniki sal yaqinroq. Osmon, iPhone'da sal yaxshiroq.
Xo'p, endi o'zingiz baho bering. Samsung yoki iPhone qaysi biri yaxshi? Shaxsan mening nazarimda selfie va videolar uchun baribir iPhone qandaydir ustunlikka ega, lekin ba'zi bir holatlarda Samsung yaxshiroq oldi. Umuman olganda fotolarda Samsung ancha kuchli. Demak, batareykalarga keladigan bo'lsak, ikkalasi ham yaxshi ishlaydi. Baribir agar doimiy tarzda ekranni yonib turib, qanaqadir ilovalarni ishlatsangiz, menimcha power banksiz sal qiynalasiz. Keling endi tizimiga o'tsak. Ya'ni bu yerda iOS, to'g'ri, bu yerda Android va hozir iOS yo Android yaxshiroq degan video olmoqchi emasman, chunki ikkalasining ham fanatlari topiladi, lekin shuni tan olish kerakki, iOS vaqt o'tib Androidga o'xshab qolyapti. Mana bu widgetlar, mana bu temani o'zgartirish imkoniyati, ya'ni qanaqadir ranglar qo'shish, mana bu yerdagi animatsiyalar ham o'xshayapti. Lekin bu degani Android iOSdan ko'chirmayapti degani emas. Androidda ishlaydigan smartfonlar ham iOSdan ko'p elementlarni ko'chiryapti. Bu jihatdan endi bir-birini ko'chirib yuribdi. Qaysidir o'g'ri, qaysidir to'g'ri deb aytmoqchi emasman. Ikkalasida ham mana bu tomondan swipe qilsangiz оповещениялар, bu tomondan qilsangiz настройкалар. Bu yerda ham xuddi shu. Bu yomon emas. Bundan biz g'olib chiqamiz, chunki eng yaxshi funksiyani ko'chirish bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham oxir-oqibat eng yaxshi funksiyalar bo'ladi. Lekin meni e'tiborimni tortgani AI imkoniyatlari. Apple kompaniyasi anchadan beri e'lon qilib kelyapti. Apple Intelligence, AI deydi, boshqasini deydi. Lekin hech qanaqa AI imkoniyatlar Apple'da yo'q. Masalan, Siri'ni agar ishlatmoqchi bo'lsangiz, Siri ishlaydi. Birinchidan o'zbek tilini tushunmaydi, ikkinchidan uncha yaxshi ishlamaydi. Vaholanki Samsungda AI tizimga o'rnatilgan. Bu Google'ning Gemini sun'iy intellekti, masalan. Расскажи про Ташкент. Здравствуйте. Ташкент – это столица и крупнейший город Республики Узбекистан, а также самый населенный город в Центральной Азии. Что нужно сделать, чтобы было много просмотров? Это отличный вопрос, поскольку просмотры – это главный показатель успеха. Xullas, xohlasam bu yerga ham ChatGPTni o'rnatishim mumkin yoki Gemini'ni o'rnatishim mumkin. Bu yerda ham xuddi shu imkoniyatlar bor deyishingiz mumkin. Lekin mana bunday imkoniyatlar masalan Apple'da hali yo'q. Хочу посмотреть это видео позже. Сделай напоминание. Я создал напоминание с названием «Посмотреть видео». Kelinglar endi meni kuldirgan va hayron qoldirgan imkoniyatga o'tamiz. Bu yerda ham kamerani yoqdim. Selfie. Keling mana selfie olamiz. Ikkala smartfonda ham rasm oldim. Negadir bunda ancha yorug'roq chiqdi. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam mana bu iPhone'da. Mana barmoqlarimni olib tashlamoqchiman. Ya'ni yuzim to'silgan. Qaranglar nima qildi. Endi kelinglar Samsungda shuni qilamiz. Deylik mana shu barmoqlarim, shuni o'chirmoqchiman. Mana. To'g'ri. Bu salgina menga o'xshamayotgan bo'lishi mumkin, lekin generatsiya qildi, meni yuzimni qo'shdi. Mana originali, ya'ni qo'l bilan va mana menimcha juda ham ajoyib va turli xil imkoniyatlar bor yani. Agar istasam, nimadirlar chizishim mumkin, chunki Samsungda stylus bor. Mana bu shapkani o'zgartirishim mumkin. Deylik, men shapka kiyganman. Shapkani bo'yab berdim. Turli xil misollar bor. Menimcha bu imkoniyatlar barchaga ham kerak emas, lekin bo'lgani yaxshi va tizimning ichiga o'rnatilgani yaxshi. Bu jihatdan Apple ham ortda qolmayapti. Aytgancha, Apple kompaniyasi ham aynan Gemini sun'iy intellektini o'z iOS platformasiga o'rnatmoqchi va buning uchun Google kompaniyasiga $1 milliard yiliga to'laydi. Shu yangilikni yaqinda o'qidim. Google boyib ketarkan-u desangiz, shoshmang, chunki Google kompaniyasi Apple'ga Siri'da birinchi bo'lib Google chiqishi uchun yiliga, mana hozir mana Google chiqyapti, to'g'rimi? Yiliga $20 milliard to'laydi. Mana shu Google
sahifasi chiqishi uchun. Tasavvur qilyapsizlarmi? Xullas, tizim jihatdan AI imkoniyatlari menimcha Samsungda yaxshiroq, balki Apple'da vaqt o'tib yaxshilanadi, lekin hozirgi holati juda ham xom, juda ham g'alati. Mana endi eng asosiy parametr bu ham bo'lsa narx. Narx jihatdan hozirgi kunda mana bu $1800 sotilyapti. Ya'ni 12 ga 256 versiyasi. Samsung esa 12 ga 256 versiya $1000 sotilyapti. Deyarli 2 barobar farq qilyapti. To'g'ri, vaqt o'tib salgina narxi tushadi, lekin baribir 1000 ga tushmaydi. Nari borsa 1,5 mingdan sotiladi. Nari borsa. Bilmadim. $1000 ga bo'lsa mana bu ancha yaxshiroq. Mana bu $1000 ga berishsa, o'ylab ko'rsa bo'ladi, lekin 1000 ga berishmaydi. Ikkinchi tomoni bor. Vaqt o'tib mana bu $1000 ga olingan bo'lsa-da, 2 yildan keyin $700 ga sotiladi. Mana bu agar $1000 ga olingan bo'lsa, 2 yildan keyin 500 balki $400 ga sotiladi. Ya'ni narx ushlash jihatdan Apple mahsulotlari doimo qanaqadir rekord o'rnatyapti. Android yoki Windows produktlari arzonlashadi. Shunisini e'tiborga olish kerak. Lekin sotish uchun emas, o'zim uchun olaman desangiz, shaxsan mening tanlovim Samsung. To'g'ri, o'zim Apple ishlataman. Bir necha yildan beri Apple ishlataman. Ammo mana bu chiqqanidan keyin balki Samsung olganim yaxshiroqmikan deb yuribman. 2026-yilda S26 Ultra chiqadi. O'shani ko'raman. Agar o'sha yaxshiroq bo'lsa, balki o'shani olaman. Bo'lmasa ko'ramiz. Siz qanaqa fikrdasiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozing. Aytgancha, mana bu S25 Ultraning yangisini menga shunchaki video uchun taqdim qilganlari Radius do'koniga katta rahmat aytmoqchiman. Aytgancha. Mana sizlarga crash test. Xullas, buni sotib olishim kerak menimcha. Qirildi, qaranglar. Samsung bilan sal bir-biriga tegib ketdi. Samsungga hech nima bo'lmadi. Shuncha yomonlab endi sotib olishga to'g'ri kelsa kerak. Mana yaqinroq ko'rsat. Ko'ryapsizlar ahvolni? Xullas, sizlar bilan paka-pak bo'ldi. Videoga like bosing, ko'proq prosmotr bo'lsin endi. Facebookga tushdim. Nima qilsa bo'ladi? Sizlar bilan Megaforov va paka-pak kanalida. Ko'rishguncha.